Eron terma jamoasi bilan. Siz buni o'yinni qanaqa ko'rasiz va natija qanaqa bo'ladi? Qiyinligi ikki tomonlama. Birinchisi ozodiyda bo'ladi. Ozodiy 100 ming. 100 ming Qozon. Lekin Bunyodkor ham ozodiyda g'alaba qozongan, Qosimov terma jamoasi ham ozodiyda g'alaba qozongan Eron ustidan va Demak, nima bosim ularga nisbatan bo'lgan. ularga bo'lganda, shuning uchun ikkinchi tomoni qiyinligi keyingi turi durang natija ham ular jahon chempionatiga olib chiqadi. Qoniqtiradi. Durangga o'ynamoqchi bo'lgan jamoa har qancha motivatsiya qilmasa, o'zini chorlatirmasa, u yutolmaydi, qiyin bo'ladi. Erondan ochko olib qo'yishimiz Eron kerak. yutib qo'ysa-ku bayram. Wow. Eron yutib qo'ysa, Amirligiga borib xohlagancha yutqizsa ham bo'ladi. Endi u qiyin narsa, chunki Eron uyida yutqizishga rozi bo'lmaydi. Bo'lib ham jahon chempionati yo'llanmasi hal bo'lib turgan. Sha'ni uchun ham, g'urur uchun ham bu narsaga yo'l Eron qo'ymaydi. matbuoti hozir ayniqsa oxirgi xabarlardan kelib turib bizni yutadi deb hisoblayapti. Ya'ni O'zbekiston Eronni bizni yutadi. yutadi deb yozishyapti, vahima qilishyapti. Qo'rqib turibdi baribir.